Makka Mukarramada bir kishini farzandi yo'q ekan. U doim farzand talabida duolar qilar ekan, ulug'lardan duolar olar ekan. Shunda bir zot u kishiga qarab, borib maqomi Ibrohimda duo qiling, Alloh duoingizni albatta qabul qiladi debdi. U kishi borib 2 rakat nafil namoz o'qib, yig'lab duolar qilibdi. Lekin solih farzand bergin deyish esiga kelmabdi. Alloh taolo unga o'g'il beribdi, ammo bu o'g'il nihoyatda nobakor, noqobil chiqibdi. Yoshligidan bemaza qiliqlar qilarkan, hammaga aziyat berarkan, hamma yomon ko'rarkan. Ish shu darajaga kelibdiki, hattoki ota-ona uyalgandan ko'chaga chiqolmay qolibdi. Ota bechora nima qilishini bilmasdan o'g'lini oldiga chaqirib, yaxshi tarafga o'zgarsin deb qattiq dakki beribdi. Lekin noqobil o'g'il bu tanbehni to'g'ri tushunmasdan jahli chiqib xafa bo'libdi va uydan chiqib to'g'ri maqomi Ibrohimga boribdi. Chunki u maqomi Ibrohimda qilingan duolar qabul bo'lishini eshitgan ekan. Ana o'sha yerda otasi uni tug'ilishini so'rab duo qilgan yerda otasini o'limini so'rab duo qilibdi. Ushbu voqeani Solih farzand qanday tarbiya qilinadi kitobidan o'qidim. Farzand so'raganda solih farzand so'rashni unutmang.